mana operatsiya jarayonini qisqacha bunda chiroyli qilib yordam qilamiz. Mana bunisi qaychida ko'proq nima qo'yadi doktorlar? Nima? Paxta qo'yadi, ko'proq paxta qo'yadi. Qaranglar, endi insonni mana bu skelet, bir tomoni skelet, lekin mana bu qizil tomoni bizning go'shtimiz bilan muskullarimiz joylashgan. Muskullarimiz joylashgan. Mana bu joyda bizning nimalarimiz, ichaklarimiz joylashgan. Mana bu yerda oshqozon, mana bunisi endi jigar, mana bu nimani ichida o'pkamiz joylashgan, suyagimiz ichida. Insonning tanasi mana bu bo'ynimizda qizil o'ngach va bosh suyagimiz nima joylashgan. Qo'llarimiz, mana bu orqa tomoni. Mana bu orqa tomoni, bu oldi tomoni chiqib ketib qolmasin hech qachon. Bo'lsa xavfli tutgan. Ko'ryapsizmi? Hop, endi e'tibor bering. Namoz olmay ekan, mana emas ekan. Endi qarang. Bunday to'rlang kim bunday degan? Lentang bor ekan, uchalang. Mana bu insonning ichki a'zolari mana. Ko'ryapsizmi? Mana bu tos suyagimiz. Mana ko'ryapsizmi? Mana bu ulangan. Dumim og'rib qoldi deydi. Ana shu paytda mana shu oxirgi suyagimiz zag'ayib qolgan bo'ladi. Nima bo'lib qolgan bo'ladi. Endi qarang. Mana insonning qopqog'i bu. Ikkita qopqog'imiz bor. Mana shu qopqog'imiz bu. Xudo. Sinib qolmadi. Ko'ryapsizmi? Mana shu holatda jag'larimiz ko'ryapsizmi? Qay holatda insonning jag'. Mana. Odam o'lsa, mana shu holatga kelib qoladi. Bo'ldi, o'tir. Hamma ko'rib oldimi? Demak, mana shu holatda insonning tanasi ichki a'zolari nima qilar ekan? Ishlaydi ekan. Agar birorta tana a'zomiz ishlamay qolsa, bu bizga faqatgina zararga ishlaydi.